Assalamu alaykum, hürmetlik Uyghur TV körümelleri. Bugünkü söhbət programımızga Fransiya'dan Cür'ət əpəndimni təklif qıldıq. Assalamu alaykum Cür'ət əpəndim, hoş geldiniz. Aleyküm assalam, hoş buldum. Özünüzü qısqaça tanıştırıb ötəmsiz. Assalamu alaykum hörmətli əpəndili xanımlar. Mən Fransiyadakı Cür'ət, Fransiyada yaşayıram, Fransiya vətəndaşıyım. Şu an müştəqlarda İstanbul'da. Siz vətəndən ayrılığı qancha vaqt bo'ldi? Mən vətəndən ayrılğılı, Şərq Türkistandan ayrılğılı 23 yaşımdan ayrılıb ketgan. Amma şöyle Cungo'dan ayrılğılı 29 yaşımdan ayrılıb ketgan. Hem de Avrupa'da 20 yıl oldu, Fransiyada, Paris'te. Siz hazır nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Hazır özümninki qılıbatqan özümnin kəsbi şu kripto parası deydiken Türkçe. Hem de tordaki bütün pullar bunu qıqılı 3 yıl bo'lib qaldı. Hem de Fransiyadaki hayatımda bütün aşı lüks zibuzinet dokanlarda işlep 2008 yılı özümnin dokununu açtım. Özümnin şirketi. Aşı bütün zibuzinetle aileydiği şirket, zibuzinet özümnin bir dokunum battı şu 8. ayında. Hem de onunki kriz ekonomik bo'lib ketib, hazır mana şu kripto parası hem de kripto money deydi. Aşılar bilan shug'ullanyapman. Növbətdə Türkiyəyə kelib ketyapsınız. Bu jarayonda bir planınız varmı? Türkiyədə bir iş qilay deyapsınız yoki bir sayohat uchun keldingizmi? Ya Türkiye'ye kirişimdeki məqsədim şu Türkiye'deki yaş balalara bir destek verip Türkiye'deki yaş balalarını şu dünya sodası bilan tən qədəm ilişkən, aşınım qılıb gələn. Amma bu onda oңай iş emasken. Hem de bu Türkiye'nin iqtisad ahvali desek, hem de şu vatanninki, Cungo'ninki desek bulduk ya, vatanninki hoşmaydı ki, Cungo'ninki 90. yıllardaki vakitlarken. Hem de muştunun paydalanğılı bulamdı, çoxun paydalanğılı buldu. Ama bu hazır qaballarninki torğu boğan ihtiyacı uyan bilen bu bitipti. Pul tepişemez, hani degen aşı tekniklerini ügünüşemez. Uyan bilen bu bitipti. Hazır bütün dünyanın adamları 22-23 yaş Muşunda balla, muşu tordan pul tepip, muşu torga məbləğ silib, aşta bay bo'lib ketganlar yo'q. Muşunu ügütey deb kelgan Türkiye'ye kesildi. Bu işlerinizi başladınızmı? Başladım desem mi buludu, başlamadım desem mi buludu. Hem de 2-3 balağa hem de terbiyeletime, ulağımı sözletime, hem de ulağımı ügünüvatıdı bu ne? Hem de bu soğudular bizim vatandaki soğudulara okşamaydı. Bizning so'dlarimiz miyadin yeyilib bir koy qilib, ayadin bir koy burmoqqa satamiz. Shunda shu burmoqchani payda topamiz. Bu qarqosoq so'di bo'yicha u. Hozirgi bu so'dlar texnik bilan, har qanday ilgari texnik bilan topadigan pullar buning uchun kompyuter deymiz, kompyuter bilish kerak. Aniken dunyodagi pulning bahosini bilish kerak. Unaga qadam-qadam bilan aldirmay o'rganish kerak. Siz torlarda xalqimizni uyg'otish uchun nurg'un vaqtingizni sarf qilyapsiz. Bu vaqtda azroq bir qarindoshlarimizga o'zingizning ko'z qarashingizni deb bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Men Yevropaga chiqishdagi maqsadim Yevropada o'qigandim. O'qishga chiqqanman Sobondashida. O'qishga chiqqan, ammo shu jarayonlarda nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Endi men o'sha chog'dan boshlablam Uyg'ur bilan Fransiyada Uyg'urlarmi yo'qdi zaten o chog'larda. Şunun bilan Uyg'urlar kelishga boshlaganki, men ularga bekorlashib ketmadim, ammo ularni sirtdan, tashqi tarafdan, hamda Uyg'ur zaten o'zimning millati bo'lgandan tashqi tarafdan butun vatandan nim bo'tadi, Jungodan bo'tadi, chet eldan bo'tadi deb buni sirtdan kuzatib keldim. Hamda kuzatib kelib, shu 17 yilga qadam qo'yganda 2016-yil vatanga bordim. Vatanga berib, shu vatanda shu Ürümchining qarmog'i berish oraliqida shunda saqchi postlarini ko'rib, men bu vatanninki butun dunyoning ilgirlishi bo'lishayotganda bu Xitoy hukumatining bizning kayniga chekindirayotganligimizni ko'rib, anadan Fransiya qaytib kelgandan keyin bu harakatni boshladim. Bu harakatni boshlashimdagi maqsad 2016 lagerlarmi yo'qdi. Hem de 2015'ten başladı deb çıkıptı hem de medyalara. O çağda bizim kökenimiz şu yokkur bisimle baş kuruşqa başlattık ya Uygurlarını. O çağda yeni bir kısım Uygurlar çetelden malı girip, çetelden malı girip satsı buludu. Ben aşı yeni bir soğudan tunuşturuş için bağın üyege qaytib kelgandan o'ylasam bu Uyg'ur xalqininki azroq erkinchiligi yo'qligini his qildim.
Avropa milletininki u erkinchiligi bu 1800 yillarda ilib bo'lgan erkinchilik u hamda. Va Fagoda革命 dedi Fransiyadagi cho'ng inqilobdan keyin. Endi bu Uyg'ur millati 21-asrdami shunda huquq yo'qligini ko'rib chidamay, anadan shu 2016-yili Arafa bilan so'zlashdim birinchisi. İkincisi anadan ikinci qatimda 3 qata qildi deyman nimani intervyuni. Anadan 2016-yili Xansu medialarga chiqishga boshladim. Nimishqa mening dadimni Uyg'urlarga tunishish hech qanday ahamiyati yo'q. Uyg'urlarning hammasi biladi chet eldagilarninki. Birdan ikkidan tuqqanlarim bo'lsa lagerda zaten ularning. Endi bu Xitoyga tunishtirish, Xitoy hukumatini Xitoyning o'ziga tunishtirish bu meningki bir vazifam bo'lib qoldi. Xitoycham yaxshi bo'lgandan keyin. Anadan yana bir chet el mediaga tunishtirish mening bir vazifam bo'lib qoldi. Rastlayman men bu chetdan cho'ng nim qilmadim, cho'ng kuch chiqarmadim. Nimishqa bizningki atrofimizdagi odamlar shu medialarga ishlatadi. Ammo men Uyg'urninki o'zi o'yganmasa hech qanday kelajagi yo'qligini his qildim anadan keyin. Anadan keyin men Uyg'ur bolalarga dedim, mening yashash usulimni yaxshi ko'rsang, mendan o'rgan dedim. Agarda mening yashash usulimni yaxshi ko'rmasang, u o'zingning ishi. Men senga deb berdiganim bir yo'l ko'rsataman, u yo'lda mang'amsa, o'zingning ishi deb shundan boshlab, anadan keyin Uyg'ur medialarga qarab baqdim. Uyg'urning har qanday harakatlariga qarab baqdim. Qarab baqsam, bir kuchliroq narsa yo'q. Zaten shu Xansularda bo'layotgan ishlarni, Xansu hukumatida, Xitoy hukumatida, ya'ni shu Yevropada bo'layotgan ishlarni tarjim qilib kirishtirib, Uyg'urlarning o'ziga tushuntirgan, o'ziga ishonch beradigan narsa yo'q. Buni o'ylab, anadan shu 9 oy bo'lib qoldi, shu Uyg'urlarningki shu o'zimizga ishonch berishimiz pek muhim emasmi? Nimishqa desangiz, shu 70 yilni yaxshi biz basirlikka kelgandan keyin birinchi mingimizga o'zimiz bo'lgan ishonchni yalpaqlashtirib qo'ygan gapgan. Har qanday jihatdan o'zimizga ishonchimiz yo'q, bir narsaga ishonchimiz bor ekan, bizningki tamoqlarimizga, usullarimizga, yag'an kulturlarga ishonchimiz bor ekan. Xitoy degan hissiyotga. Shundan keyin men o'ylab, bu unda emas, bizniki birinchi bo'lgan narsamiz kishilik huquqimiz. O'zimizning tuproqida uni topolmaymiz. Chet elga chiqib, chet eldan oshini yutirib qo'yganligini his qildim Uyg'urlarningki. Kishilik huquq degani nima? Bu siz yaponchi bo'lsangizmi, chet ellik bo'lsangizmi, shu davlatning garajdarini bo'lsizki, yoki bo'lmasa garajdarini bo'lmangiz qat'iy nazar, Yevropada siz bir kishilik huquqingiz bor yashash uchun. Shu jihatdan azroq tirishib, bolalarga shuni yetkazib beray deb. Endi shu Uyg'urlarningki xabarlarini, Xitoy xabarlarini, Yevropa xabarlarini Uyg'urga tarjima qilyapman shuni yaqin yaqsin. Vatandagi zulm to'g'riliq xabarlarmi yoki ishkir o'lkadagi Xitoyninki o'zininki shaharlardagi qalayonqanchilik yoki bo'lmasa xalqaroninki xabarlarimi? Tabiiyki vatandagi zulmlarni oz-oz tunishtiraman. Endi bo'libmi ishkirda bo'layotgan ishlarningki Jungo Kommunistik partiyasining yaqinda parchalanib, ularningki o'zining bir muddatga yetganligini bu cho'qim tushuntirib, cho'qim o'zining gapi bilan tushuntirishimiz kerakmi shu Uyg'ur xalqiga. Nimishqa deysangiz, Uyg'ur xalqi Xansu uchun tushunmaydi ekan. Ko'pinchalarimiz. Endi yana bir qadarlarimiz tushundi ekan, ammo ularningki taqich manbasi yo'q bo'lgandan keyin bu o'zini ham o'ylaydi ekan, shaxsiy payat qilib. Endi bizda bu xislat bor ekan, shaxsiy parazlik, manla bo'lsam, manla qilsam deyilgan. Endi mushni o'zgartib, butun mush Uyg'urlarga Xitoyning ichidan bo'yatdi. Davlat dunyo aholining bo'yatdi. Bizning Uyg'urlarning ichidan bo'yatdi degan mush nuqtalarni tushuntirish pek zarur ekanligini qilib, shu Facebooklarda, mush nimalarda mush xabarlarni taqdim asos jihatdan. Bu zulmlarni qanday taqdim? Zulmlarni taqdim biladi hozir medianinki. Dunyoning mediasi biladi uni. Endi yana zulmni tunishtirib yursak, uni hech qanday ahamiyati yo'q. Zulmni tunishtirish kerak, isbotlab, cho'qma haqiqatdan tunishtirish kerak. Ammo mush Xitoyning ichidagi bo'layotgan ishni Uyg'urlarga, turklarga, fransuzlarga bular tunishtirish kerak. Nimishqa deysangiz, Xitoy shu necha 30 yil bo'ldi. 30 yilni yaqsa bizda kuchlik nima yo'q deydi. Bizda kuchlik davlat yo'q. Amerikadan shunga chaqchaq qildi bular. Ammo bularniki bu karton deymiz, karton nima deydi Uyg'urcha? Qog'oz quta.
Qog'oz qutidek bir davlat qurdi bular. Iqtisodiy jihatdan shundan nachar, chunki mushuninki butun ash kommunist partiyasining yo'qur taklimdagi odamlari bu pullarning hammasini chet elga o'tkazdi, nima bo'ldi? İşçi quruq demek. İşçi quruq, ha. İşçi quruq. Köpek Xitoylar pomojing deydi buni. Shuningga bu Xitoydagi hozir uy bahasining tushishi, bankadagi pulning qolmasligi, butun shu 4 bankiniki ishga itilishib qilishi hozir butun dunyoga taqatudi. Shuni tushundirganda, ha bu yolg'on ekan. Deb bu xalqaraning buningga texmi cho'ng ko'z soldi. Endi bilimiz hammamiz yaqinda Norvegiyaga Xitoylar berib mundishib keldi. Xitoylar berib o Norvegiyaga mundaq qilamiz deb keldi. Endi bugungi xabar qaraganda Norvegiya hukumatı Xitoyga ishongan bo'lmaydi. Xitoy hukumatiga ishongan bo'lmaydi deb bir artiklni chiqaribdi hozir. Bu demak, endi bizga shunday cho'ng fursat bor. Agarda mush millat o'zini bir odam ko'rib, o'zini bir to'liq bir inson ko'rsa, bizga bir cho'ng fursat bor oldimizda. Mush fursatni tutaldik. Bo'ldi, tutamadik, yana 70 yil ketdik degan gap. Bu o'zimizda siz qanday yashashni yaxshi ko'rasiz? Bir pasportingiz bilan butun dunyoni aylanib, o'zingizning pulini o'zingiz xajlab o'ynab yurishni yaxshi ko'ramisiz yoki osh pulingizni bir zo'ravon kommunist partiyasi butun yig'ilishni yaxshi ko'ramisiz? Siz o'zingizda yo'l, tanlash o'zingizda. Shuning bizning kamchiligimiz, biz Uyg'ur millatininki cho'ng kamchiligimiz tanlashni o'qimaymiz ekan. Nimishqa ota-onamiz o'rgatmagan. Ha, mana bunda qilib balam, anda qilib balam, mana qilsaganda bo'ldi balam, mana qilsaganda bo'ldi balam, yomon bo'ldi, unda bo'ldi degandan keyin to'g'ri tarbiya ish yo'q. Biz tanlashni o'qimaymiz zaten. Ota-onamiz nima desa aqlida menga to'g'ri deb ketaveramiz. Chunki ota-onalarimiz bu ishni bilmaydi. To'g'ri. To'g'ri, endi mushu yangi ota-onalarga, mushu yetilib chiqayotgan ota-onalarga beradigan birdan-bir konseyim, shu bolalaringlarningki kichikdan bo'lsin tanlash huquqini beringlar. Erkin tanlash. Erkin tanlash huquqini. Bingor yeyme desa, ular dondurma bermay. Ma yaxshi deb. Shu bolaninki shu o'zing bo'lgan experience deymiz fransuzcha. Shu tajribasi o'ziga bo'lgan cho'ng qoral shu. Bizda tajriba yo'q-da. Bizga hech kim tajribani o'rgatmagan. Men Xitoy dunyosida yashab yurgan chog'imda shunda qiynalib ketgan. Fransiyadan qiynaldim. Nimishqa mening tajribam yo'q-da, mening o'gitib qo'ygan nima yo'q-da. Shuningga hozir bola mening yenimdagi bolaga deyman. Men sizga mush yo'lni beraman. Siz tanlash o'zingizdan. Hargiz xafamayman. 22 yoshlik, 23 yoshlik bolalar yenimda mushlarga mush deymanki, mushun agar tanlasang tanla, tanlamasang yo'q. Sen o'zing o'ylash, o'zing qaror ber, qarorni o'zing ber. O'zimiz azg'ag'in qarorga oxiri o'zimiz xaplamaymiz o'zimizga, shundaqmi? Ammo bizningki ushuqchiligimiz bor, san qilib bergan, san qilgan. Mushin san qilgan deb ushuqchiligimiz bor. Mas'uliyatni olamiz. Mas'uliyatni, siz meni akab, men bugun qaror berdim sizga. Men kelmadim, shundaqmi? Men o'zimga xaplayman, kelik bir ish qilib qoldi, shundaqmi? To'g'ri. Endi ba'zan haqlar bor, mush mas'uliyatni sizga qo'ydi. Oyisha men akaganda, Oyisha bunda qoldi. Yo'q, qarorni o'zingiz oldingiz, o'zingiz berdingiz, o'zingiz keldingiz. Mas'uliyatlarimizni o'stirishimiz kerak. To'g'ri dedingiz. Endi hozir bizning xalqimizda o'ziga ishonchi yo'q demakchi, shunaqmi? To'g'ri, to'g'ri. Xitoy hozir o'zining bayram bo'lishini bildi, ammo lekin biz Uyg'ur xalqi mush bir fursatda biz Xitoyni yengib, bir mustaqil bo'lishimizga ko'z yetmayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. To'g'ri. Siz shu tashviqot jarayonida ba'zi bir to'salg'ularga uchirdingizmi? Bu to'salg'uga uchirmaydigan odam yo'q, chunki sizning deganingiz rost. Uyg'urlarning biriga haqiqat ochiq emasmi? Uyg'urlarning bir gapimiz bor, do'st yig'latib, dushman kuldirib deydigan. Endi bu haqiqat bo'layotgan ishni siz dedingiz, abiyatim Uyg'urlarningki o'ziga ishonchisi yo'q deb. Ko'pinchisi hamdayliqi mush qutulib qolsak, mush zulmdan, masalan, Xitoy zulm qilmasalar deydi-ku ko'pinchisi. Biz tuqqanlarimiz bilan ko'rishib olsak, tuqqanlarimiz bilan aloqamizni qo'yibasimi biz uchun cho'ng ish qilib bergan bo'ldi. Kamplarni taqalsa, tuqqanlarimiz qutulib chiqsalar biz uchun bo'ldi deydiganlar nurg'unlar bor. Men angladim. Mas'ulni qo'yib qo'yish kerak. Biz nim qildik? Men nim qildim? Bizning tuqqanlarimiz nim qildi? Ularga bularni tutib kampga solaydigan. Ma boshqa savol ma o. Ma boshqa savol. Savol aqliga qo'yib etsin emas. Nimishqa tutdi meni? Nim qilganiga tutdi.
Uyghur bo'lganligim uchun, musulmon bo'lganligim uchun 5 vaqt namoz o'qiydiganligim uchun tutdi. Zimin bizning bo'lganligi. Zimin bizning bo'lganligi uchun tutdi. Ma'ni tushunish kerak. Bu Uyg'urlar mollam qappaldan demdi, yana bir gaplarimiz bor-ku. Ashta chiqiblam qo'yversa bo'ldi. Ya qo'yversin. Bo'pti, sizni hozir tutib qo'yversin. 3 yildan keyin qo'yversin, 5 yildan keyin qo'yversin. Yana bir kuni yig'ib akasichu. Bu tüp mesele, bu Xitoy o'zlari biladi. Bu Sharq Turkistonning o'zining tuproqi emas ekanligini biz bilmaymiz. Biz bilmaymiz. Chunki tarixni xato o'rgatgan bizni. To'g'ri. Endi bizning tashkilotlarimiz bor. Xansu tashuvlar bilan birga yashaymiz deydiganlar. Har odamning tanlash yo'li bor. Ularga ko'z qarashim o'xshaydi, o'xshash zaten. Har bir odamning tanlash huquqi bor. Ammo bütün ko'p qismdagi Uyg'ur millati bizning tuproqimiz degandek ekan, bizning otalarimizni tutdi, singillarimizni tutdi. Shu lagerni ichish bu kishilik huquq emas, bu human right xiloflik ish aslida bu. Hozir shu turdagi jidal majaralar, o'xshamagan fikrlardagi qarindoshlarimizning bir-biriga hujumlarini siz qanday tushunasiz? Endi yomon yeri bularninki men taraf so'zlar, men taraftu, men bilan bo'l deydi ekan. Erkin fikr qil demaydi. Erkin fikr qil demaydi ekan. Zaten yoki mening yerimda tu, yoki sen mening dushmanim deydi ekan. Tashkilotning jiq bo'lishi bir yaxshi ish. To'g'ri. Odamning erkin fikr qilishi bu yaxshi ish. Har bir shaxsning bir partiyani yoki bir tashkilotni tanlashi o'zining bu yaxshi ishlar. Erkinligi. Keyligi davlat qurishda, davlat qurganda, masalan, bu partiyani men yaxshi ko'rdim, chet elda men partiyaga yo'llanma tashlayman deydigan o'zining bir erkinchiligi bo'ladi, ham o'zining bir ishonchi bo'ladi. Ammo bu to'rdagi jangga jidallar birinchisi biz suhbatlashmaymizga. Biz bishemganmiz. Sen cho'qim menikin to'g'ri deyishing kerak deydi ekanman. Meningki cho'qim to'g'ri. Chunki ya mening pulim bor, ya men o'qigan edim. Shuningga sen cho'qim menikin to'g'ri deyishing kerak deydi ekan. Mana tushunmasak suhbat yo'q. Masalan, sizdan o'tirib turib mundashsaq, kulkilik shuna go'zal mundashimiz, shundami? Ammo bizning ko'p qismdagi Uyg'urlarning orasida suhbat yo'q, talashish bor. Sen meningkiga kelishing kerak. Talashish. Endi suhbat degan nima? Bir jo'za o'tirimiz, suhbat mundashimiz, masalan, bir ko'zoynak to'g'riliq so'zlasak, ma ko'zoynakdan qanday haqvallik ham shuni so'zlashimiz, ashtanki texnik jihatdan so'zlashimiz, bu bir suhbatga kirdi. Endi bizninkida, yo, meningki zaten bu bunun gapsan bo'lmaydi deb uzib ekanmiz emasmi? Yana men sizning gapingizning oxirigacha anglamayman. Bilamsiz? Qappaldan urib, radiya berishga to'g'ri. Ikki qizga qilib bo'lgan kelar, men bilaman deb qappilidan urib etib, oxirida nima ashta anglamay, bu kimga ham, o'zimga ham. Men anglayman. Mush Xitoylarning videosini, mush Uyg'urlarning videosini dushmanim bo'lsinmi, qarshi taraf bo'lsinmi, hammasini anglayman. Anglab, ashundan bir narsa o'rganib olaman. Dushmanimdan bir narsa o'rganib, ashundan yuqori tarafga chiqqan chog'imda men yengan bo'laman. Men mushilishib ketmayman, so'qishib ketmayman, hech kim bilan so'qashmayman. Ammo mushu degan savollarga javob berib turib, ashundan ichidagi narsani o'zini qayil qilib, dushmanimni mening kampamga kirganda men g'alaba qilgan bo'laman. Shuningga butun media Xitoydagi medianing hammasi meni yaxshi ko'rdi. Men ular hargiz meni nim qilmagan. Ya para vermeyen, ya işlem qilmagan. Siz ularga o'zingizning fikrini davrsiz, ularning fikriga radiya bermay turib, o'zingiznikini deb ketaverasiz, shundami? To'g'ri. Siz hozir bizning Uyg'ur qarindoshlarimizni shunda bo'lgan deb shuningga targ'ib qilyapsiz. O'tgan qatimgi videongizni ko'rib chiqdim. Shuning deb sizga bu jidalga meni aralashtirmanglar debsiz. Har qanday odam bo'pti, mayli mustaqilchilar mustaqillik fikrini qo'yiversin, uni boshqa fikrdagilar tilimisin, boshqa fikrdagilarni mustaqilchilar tilimisin. Hammasi o'zining yo'lida harakat qilaversin. Endi hamma odam o'xshash ideyada bo'lib ketish notayin. Ammo lekin bizning hozir Xitoy bizning dushmanimiz shundan foydalanib ketyapti. To'g'ri. Endi biz bir-birimizning fikrini hurmat qilsak, fikr o'zgarlik bo'lsa, demakchi siz Endi yana birisi kelib chiqqan yeri bu madaniyatsizlik, tarbiyasizlikning bir ifodasi. Endi ba'zan odamlar sizni o'tirg'a sab qo'yib, sizni qanday ishlatib, liyong deydi-ku, Xitoycha. Qo'llanib. Sizni qo'llanib, aning zarba berib oldi ekan. Oddiymish Yevropadan kelgan jiq odamlar buni tushunmaydi ekanmiz. Bak murakkab ekan bularning ishlar.
Şunun dedim, mən sizlərin şəxsi işlərlə aralashmayman. Şəxsi işlərni niyə qilib yiraqdan tökdіңlər? Mən millətə azraq bolsun paydamni qoşay deyotgan adam desəm, açdığında başlayıb mən düşmənlik qılıyatdı hazır. Mən qısın məyle iştim olmaydı, onunla yox. Mən işçinəmən ki, çoxum yeniib çıxıdı. Xitaylarım şundayman, Uyğurlarım şundayman, Monqollarım şundayman, bütün dünyada yeniib çıxıdı. Nemişqa mən yalğan gəqilişini oxumayman. Yalğan gəq qıldınızmı? Aşının ақының 10 yığыз ялған кеп қылышыңыз керек zaten. Aşın епіш үшін. O 10 yığız ақының ке, яғни епіш үшін 100 yığыз қылыш керек. Ақыры бір күні içilip қалды. İçilip қалған екен, өзіңіз шәрменді болысыз zaten. Ешкім ішелмейді. Ешкім ішелмейді. Hazır немішқа ойлап бақыңа, Cungo Gongsen'dan şunda aldı değil. Bütün puhralarını. Şunda mı? 70 yılını yaksa aldap geldi. Şunda mı? Doğru. Hem de içilip gitti. İçilik ketken deкен, әмді кім ішінде бұныңға? Xitaylarның өзі hazır bütün müşü medyalarda YouTube'ga kirip көріп бақыңла. YouTube'da, Facebook'da, Twitter'da, aşı Instagram'da müş Xitaylarның өзі, müş çetteldeki 70-80% Xitaylarның өзі Cungo Komünist Partiyasını örmeyimiz, demokratiya, kişilik hukuk, yani birisi mincuğunu talep kılımız da başta kapatıdı. Şunun için biz Uygurlar hazır birinci bilişimiz gerek ki, Şərq Türkistan bu dövlətninki müstəqilliyi bizim inimizə kiriş gerek. Məsələn gedəylik, şu Xitaylı demokratikliğini tələb qılıb həminəsini qıb oldu. Şundamı? Bu Cungo Komünist Partiyası örüldü, həminəsi tüydü, əmdi biz vətənə qayıtdıq. Şundamı? Xitaylı bizdən soraydı, sizlər neyim qılmaqçı desək, yəni müşiliş potramlıq görürünüz bilən. Ma meni tillığan, ma apamını tillığan, ma acamını tillığan, ma akamını tillığan. Xitaylı kölüb qab, yəni qılmaqçı, yəni lagır içmiyordun, şu başqa ondan gəp yox. Şundamı? Biz hazırdan başlap Şərq Türkistan'a müstəqillik deyə gəpmiş anını sındırgan çağda aşı Xitayның özü örülgen çağda bizden soraydı zaten. Sizler qanday qılmaqçı? Tibetanlikdən, Şanganlıqdan bizden soraydı. Hazırki meninki alışıyotgan bu Xitaylar, Şinjan'nınki bir dövletiga, ne vaqt bir dövlet, Şərq Türkistan'nınki bir dövlet idi bu. Muşu dövletin çoxun Uyğurlar qaytırıb berişinlər gerek deydiğen yer yetküzdüm zaten. Aşın deydiğen boldu qoqmay. Burun Dong Tuju'ya sizden deyse əmnistigen dənmə qoqaydı. Ama bizim Uygurların özü Şərq Türkistan deyişdən qoqaydı. Bütün dünyaya özümüzden müstəqillik idealimizni jakalışımız gerek. Doğru. Özümüzge jakalışımız gerek bütün dünyaya emas. Siz özünüzge özünüz jakalığından keyin dünya onu bildi. Hazır meselenge bir aytdigan qo'pab, aynek qarab turib, men chiroyliq deb o'n qizdan o'zingiz 10 kundan keyin o'zingiz chiroyli ko'rinishga boshlaysiz o'zingizga. Ishonching'iz oshadi. Bu psikologikdan o'zimizga nim qilmay, hujum qilmay, o'zimizga rag'bat berishimiz kerak. Men nurg'un ishlarni ko'rib ketdim 3 yilning yoqisi. Men Uyg'ur davosiga, Uyg'urning ishlariga aralashib 3 yil bo'ldi. Ammo 3 yil ko'rgan ishim zada Uyg'urlarning 30 yili qilgan ishiga taxminan o'tib ketdi. Aynı ishni qilib kelyapti. O'xshash ishni qilib kelyapti. Ammo bu millatga nima kapadi? Mana yaqinda bir apteklar chiqdi. Davanchingda, mana bir lagerda 3000 Uyg'ur qiz o'tir maktabni bitirgan Uyg'ur qizlarni akab, o'sha Xitoyga nima qilib berdi ekan deb mush xabarlar chiqdi. Lagerni itidganlar aytmabdi-ya mana. Lagerni itimiz deganlar. Mana yaqinda chiqqan ishbiratning ichiga chiqqan xabar ma bu. Lagerni aytimizda qanchalik ko'p ketdi? 2 yil bo'ldimi? Xitoyning o'zining xabari mi bu? Xitoyning o'zining xabari. Shu lagerda tug'an bir Uyg'ur saqchi yordamchisi yozgan xabarga bu. Lagerni itish bizga muhim emas. Raskatni qilsa muhim emas. Vatanni ilish bizga muhim. Bo'pti lagerni taqvatsin bugun. Yana ochishchu. O'g'illik yana ochishchu. 5 yildan keyin yana ochishchu. Vatandaga u lagerni itish magabni xato qilib qo'ygan bo'lishi mumkin, albatta. Lagerni itish zarur emas deb. Zarur. Buni itidu, etmaydigan hech qanday haqqi yo'q. Etmaydigan hech qanday haqqi yo'q. Nemishqa bu begunoh insonlarning so'ladiga. Uni cho'qim etish kerak, har qanday jihatdan o'ylaganda etish kerak. U deganda bir zarur ish bu etish, lagerni etish.
Ama bizning Sharq Turkistonni qo'limizga keltirish bu bizning har bir Sharq Turkistonlik fuqarosiningki burchi bu. O'zini tushundirish, o'zini bilish kerak. Ashta qilgan chaqlarda, vatanim bor degan, vatanim degan chaqlarda bilasiz, haqlam ko'z qarashi o'zgaradi sizga. Bu zulm tünügün bugünkü zulm emas. Evet. Muşu 70 yılın yağı Xitay bundaq kampüden neçini içip neçi milyonlagan insanlarımız yoktu. Hazır buna Türkiye'nin 80 milyon bolsa insan. Bizning insanımız yani bazılar 35 milyon mu demey 25 milyon, bazılar 10 neçe dep oturdu. Endi şu katliam bilen kelip bir millet biz. Şunaqmı? Men Süyüngül Canişev'nin Köz Yeşidin Emlengen Zemin degan romanını okup çıkandım. Şununda bizning yaşlarımızning şundaq bir çöl jaziraga apırıp, aşta yaşlarını, xuddi siz hazır devatqandek, şunda bir vaqalik hazır közemden muştaq ötüp ketdi. Bu tünügünki bugünkü apaga yaşlarımız emas. Mesela bu kızlarımızın qandaq işlarga sevatqını hammamizga ayan, dep ottamızaq yürükimiz etişidi. Çidap bulanmaymiz. Bunu özümüzge davamlıq anlatıp, özümüzдің psixikasini buzup qılmaybiz. Bütün dünyaya bunu anlatışımız gerek. Her xil tillarda, xuddi sizga o'xshash. Şundaq hazır bizninki Uyg'urlarning tushunishi, bilishi bek muhim ekan deb, muhim xabarlarni Uyg'urcha tarjima qilyapsiz. Biz yana nurg'un til bildigan qarindoshlarimiz bor. Shularni sizga o'xshash har tarafdan bütün xalqaraga bularning mushundaq qilayotganligini texmi bir baldaq anlatish kerak. To'g'ri. Endi mush yoshlarımızga sizni aytib yaxshi ulgu bo'yibsiz. Sözlerinizni anlap hammamizni aytib suyundik, ekran oldidagi qarindoshlarimizni aytib suyundi deb o'ylayman. Sizningki bundan keyingi planlaringiz yana mushu xabarlarni anlatishmi yoki boshqa bir planlaringiz bormi? Yana birini eskartib qo'yayim. Men siyosatchi emas. Birinchisi, men obro'yparaz emas. Men Uyg'urlarning ichiga kirib bu ishni qilishimdagi maqsadim o'zimni bir inson ko'rganligim. O'zimni mushu qarindoshlarim mushundan paytib qolsin demakchi shuning bilan kirdim bu da'voga. Yoki bo'lmasa boshqa yana boshlig'i bo'lay, u yana bu narsa bo'lay degan hech qanday niyatim yo'q. Buni men bu Uyg'urlarning ichini obro'y topay degan niyatim yo'q. Chunki mening obro'yim Alloh berdi. Xalq bermaydi. Shundami? Endi mening kelajak planimni so'rasangiz, o'zim bir kanal ochmoqchi. YouTube'dan. YouTube'dan kanal açıp, muşu bilgeni Fransızca, İngilizce, Xitayca, Uygurca, hem de Türkçeni öğreniyorum. Muş 5 xil tillik, hatta birini sözlesem, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i, 5 xil tilden her günü yarım saat muş Xitayning içindeki bulvatkan haberlerini muş bütün yegi taqtish. Bu mening arzuyum. İkincisi, muş yine destek qilayotgan muşu bichara Uyg'ur yosh bolalarga yana destek bo'lib, bularga novel yangi texnologiyalarni o'rgatib, yangi ishlarni o'rgatib, ularning shu mandek turmushga erishishiga yordamchi bo'lish. Rahmat sizga, yaxshi planlaringiz bor ekan. Haqiqatanmi bugungi urush media urushi. To'g'ri. Hozir butun dunyo biladiki, medianing oldiga o'tadigan hech qanday bir urush yo'q. Muş Xitay tajavuzçılarının hazırki halaketini bütün dünyaya signal verip dursak, bütün dünyadaki devletlerdeki xalqlarmı bulağa qarşı çıksa, o vaxtda Xitayning zavallığı gündən gün tezleşidi. Hem yaş balalarınki muşundaq yaş balalarını siz muşundan yol sap qoyma degan muşundaq ideyalaringizdan aytdi, xoş olduq. Aytdi suyundim şəxsən mən. Sizga rahmat. Yana bir narsani eskartib qo'yay. Endi hazırki bu dünya miltiq chiqarib, go'mbang ishlab etishadigan dunyo o'tib ketdi. Mushlishish etishadigan dunyo o'tib ketdi. Hazırki dunyo iqtisod urushi bilan, mushu media urushi, yana birisi bo'lsa, mushu kim keng ko'lamda gapni taqta olsa, shu yeni chiqarganligi bu aniq gap. Hazırki shu bütün urushlarning hammasi ko'ryapsizlar-ku. Amerika embargo soldi Xitoyga. İşkilisin atom bombası var. Şuna mı? Amerika'nın kim var, Cumhur'un kim var? Şuna mı? Hem de bu atom bombalarla sokşak etmedi. Ondaq da dünya veyran buldu da mesela. Ya, iqtisodlarni veyran qildi zaten aşını. 91-yili Rossiya parçalanan çağda ular bomba atmışımdı, miltiq etişmişimdi. Şu embargo bilan bunu parçalayıverdi. Şuna mı? Mana bizga kelgan fursat mana shu. Mush fursatni tutamidikki, bo'ldi Sharq Turkistonni qo'limizda avvar bo'lib yurmaylik.
Tərtimizni egirib kirib uxlab qalsaq bitər. Mana 91-yilgi bo'lgan Rossiyaga bo'lgan bu urush ayni Jungoga bo'lyapti hozir. O'xshash Jungoga bo'lyapti. Jungoliklar to'pangchilik qilyapti. Ammo o'zlari hozir o'zlari hammasi biladi. Butun Jungo kadrlari bolalarni chetga haydayapti. Pullarni chetga haydayapti. Nemishqa yaqinda ojachilik kirdi. Jungo ojachilik kirdi. Endi yana bir deb qo'ydigan ishim bütün şu chet-eldagi şu Sharq Turkistondagi egilari agarda vatandagi Sharq Turkistondagi tuqqanlaringlar bilan aloqalasha olsanglar, cho'qim 3 oylik yemak-ichmakni hozirlab qo'ysin. Qo'lida pul bo'lsa, azroq bo'lsa, dollar almashtirib olsin. Mushu 3 oylikni tayyorlab qo'yish kerak. Bu mening degan gapim emas. Bütün Xitoy medialarida, bütün Amerika medialarida taqiyotgan gaplar bu. Bu Xitoyning kuni az qoldi, Xitoy hukumatining kuni az qoldi. Ammo Xitoy hukumatining kuni, Xitoy hukumati o'rlagandan keyin demokratik davlat qurilganda biz nima talab qilamiz? Mushuni o'ylashimiz kerak. Ammo mushu tashkilotning har bir odamlari, mushu hozir biz tashkilotning odamlari deb chiqayotgan odamlar mushuni o'ylash kerak. İdeyajetini tayyorlab qilib ham fizik jihatdan tayyorlab qilishimiz kerak zaten. Harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarningki mushunga azroq bo'lsa, agar mush xansuch bildiganlarning hammasi bildi buning ichidagi gaplarni. Endi men xansuch bilmaydigan yoki inglizcha bilmaydigan Uyg'urlar qiynalib qoldi kelikka. Shuning bularning tas qilib qolmasligi uchun bu xabarni yetkazib qo'ydim. Endi men ota-onamga bildirdim, tuqqanlarimga bildirdim, chunki 3 yil bo'ldi, xabar yo'q, ular bilan aloqa yo'q. Shuning ash xabarlar bilan aldirma shu tuqqanlarimning qo'liga kirib qolarmikin deb buni butun ko'nglimda taqatdim bu xabarni. Ayni vaqtda Rossiya nimqan parchalangandimi nurg'un Uyg'ur tijoratchilar tağalab qog'oz pulni quchoqlab qolgan ekan-ku, shuni anglagandim. Endi siz bu mushtashning oldini olish, biz oldin tafakkurimiz, oldin mush xabarlarni egallab xalqimizga yetkazalsak, Sharq Turkistondagi bu nurg'un qarindoshlarimiz shu ochachilikdan qutulib qolishi ehtimol yuqori. Siz demakchi o'g'ini vatanda aloqasi va qarindoshlarning shular bilan az dolash uchurni yepiq usulda bo'lsa, yepiq usulda amal qilib yetkazish kerak. Nemishqa deysiz, shu 3-4 oyning ichida bu qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa jiq qolib ketsa, shu yilning oxirigacha bu yomon bo'ladi, Jungoniki iqtisodiyotdan yomon bo'ladi. Anadaki bu Xitoylar qaytadan 60 millionlik nim qilibdi, ammo uninga yetolmaydi. Ammo Xitoyning hukumat bankisiningki hozir davlat qarzini xalqqa tanmoqchi bo'libdi. Bu bak muhim bu. Hamda iqtisodni bilgandan keyin iqtisodni harajatdan diqqat qilamiz emasmi? Shuningga butun Uyg'ur qarindoshlaringiz yana bir gap qo'ydim, chet eldagi Uyg'urlar dollaringlarni obdan saqlanglar. Dollaringlarni obdan saqlanglar, qalamqon hajlamanglar, keliki vatandagi qarindoshlaringlarga kerak. Bu aniq gap. Vatanda ochachilik chiqib ketsa, bizga tayingan gap millat. Mushu chet elda yashayotgan bizga tayingan gap. Shuning uchun 1 dollar, 2 dollar bo'lsa ayirib qo'yib, shu vatanningki ochachilik kiritishning oldini olishimiz kerak edi. Ya'ni endi ekran oldidagi qarindoshlarimizga qanday tavsiyalarimiz bor? Ekran oldidagi butun Uyg'ur xalqiga qilgan tavsiyalarim shaxsiy adovatinglarni ma'valqi xalqning turmushiga bog'lamanglar. Shaxsiy adovatinglarni hal qilish uchun har qanday yashayotgan davlatlaringizda qonun bor. Qonun taraf qilinglar. Bu qonun cho'qim o'tidi. Har qanday davlatda Jungodan boshqa har qanday davlatda qonun bor. Agar ash qonunni obdan ishlatsangizlar, sizningki u ishingiz ravon bo'lib ketadi. 20 yil Yevropada yashapdimi, 5 qator sotib kiribdimi? Shu mening gapim to'g'ri bo'lganligi uchun har qatim men yengib chiqdim. Shuning uchun hargiz o'zingizning shaxsiy adovatinglarni xalqni ishlatib turib, xalqni qo'lini tutib turib, o'zingizlarga foyda qilmamanglar, ammo buningdan cho'ng ziyon tortisizlar. Shu. Bugungi suhbatimiz mishagicha bo'lsin. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat sizga. Kelishingizni qarshi olamiz. Xudoyim buyursa. Hurmatli ekran oldidagi qarindoshlar, bugungi suhbat programmamiz mishad oyoqlashdi. Xayr xo'sh, Allohga omonat.